Agar siz kechasi hojatxonaga tez turayotgan bo'lsangiz, agar sizda qorni pastki qismida og'irlik va o'ziga ishonch kamayayotgan bo'lsa, bu shunchaki yosh emas, balki prostatadan kelayotgan birinchi signallar bo'lishi mumkin. Eng yomoni esa yillab erkaklar bu narsaga bee'tibor bo'lishadi. 35 va 40 yoshdan katta erkaklarda prostata bilan bog'liq quyidagi belgilar paydo bo'lishni boshlaydi. Bu birinchisi tunda tez peshob uchun hojatxonaga qatnash va peshob ajratgandan keyin xuddiki oxirigacha peshob bo'shamaganlik hissi va peshob qilayotgan paytida oqimni, ya'niki ruscha aytganda naporni sustligi, energiya yoki libido degani bu jinsiy munosabatga nisbatan xohishni pasayishi kabi belgilar paydo bo'lishi, qorin pastida og'riqli achishlar yoki susiygan paytda achishlar paydo bo'lishi, bu hammasi prostata belgisini, ya'niki prostata bezining o'zgarishini belgilari hisoblanadi. Nega bu sodir bo'ladi? Keling, quyidagi sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi kam harakatlilik, ya'niki uzoq muddat o'tirib ishlash yoki bir joyda turib ishlash. Kichik chanoq a'zolaridagi qon aylanishini susayishi, surunkali yallig'lanish kasalliklari, gormonal o'zgarishlar va mikroelementlarning yetishmasligi. Muhimi shundaki, erkak organizmi o'ziga kerakli bo'lgan moddalarni yetarlicha qabul qila olmasligi. Erkaklar uchun xos bo'lgan jihat shundaki, bu belgilarni ko'p uzoq muddat davomida inkor qilib, beparvolik bilan qarash eng yomon holat hisoblanadi. Aslida esa vaqtida va to'g'ri boshlangan davo jarayonni sekinlashtirishi yoki tuzalishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi zamonaviy yondashuv bu prostatani kompleks qo'llab-quvvatlashdir. Ya'ni bitta modda emas, bir necha moddalar kompleksi bilan yondashuv. Shuning uchun oxirgi paytda aholi orasida tabiiy komponentlarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Bu komponentlar o'z ichiga yallig'lanishni kamaytirish, adenoma belgilarini kamaytirish, sidik oqimini yaxshilash, peshob ajratgandan keyin bo'shanish hissini yaxshilash, erkaklar salomatligini mustahkamlash, jinsiy zaiflikni qo'llab-quvvatlash va yosharish antioksidant moddalar bilan birga kompleks yondashuv qilinmoqda. Hozirgi vaqtda shu kompleks ustida ishlab bormoqdamiz. Agar siz tabiiy yo'l bilan prostatangizni, prostata adenomasi va prostatitni tabiiy yo'l bilan qo'llab-quvvatlashni ma'qul ko'radigan bo'lsangiz va shunga qiziqish bildiradigan bo'lsangiz, albatta izohlarda qoldirib keting va yana shu mahsulotimiz chiqqandan keyin sizga yana ham to'liqroq ma'lumot berishimiz kerak bo'lsa, uni yozing. Yoki kimlarga mumkin emas va qachon mumkin, qaysi kasalliklarda mumkinligi haqida yana ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, iltimos kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Mahsulotimiz tayyor bo'lishi bilan albatta savollaringizga javob beramiz. Xudo xolisa, mahsulotimiz Germaniya standartlari asosida ishlab chiqarilmoqda va yaqin kunlarda xudo xolisa tayyor bo'ladi.